Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Alfa Agro jamoasi mana bugun Toshkent viloyati Piskent shaharchasida bo'lib turibdi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, Alfa Agro kompaniyasi taqdim etgan Pink A664 pushti tipdagi pomidor gibridlari ekilgan natijani ko'rib turibsiz. Gibridlarimiz issiqxonaga 20-fevral kuni ekilgan. Bugungi sanamiz 14-may. 70 kunda pomidor terish uchun tayyor holatga kelgan. Albatta buning uchun Mirishkor dehqonimiz o'sha sizlarga tanish bo'lgan Kamoliddin akamga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor e'tibor qaratilgan taraflarini aytib o'tmoqchiman. Bu yerda issiqxonaning umumiy maydoni 7 sotix bo'lib, ya'ni 700 kvadrat metr. Bu yerda 2100 ta gibrid niholchalari ekilgan. O'sha ekish sxemasini to'g'ri tanlanganligi, sug'orish ishlarini to'g'ri vaqtida amalga oshirilganligi va albatta e'tiborli tarafi changlatish ishlarini o'z vaqtida, o'z me'yorida amalga oshirilganligi mana shunday natijaga olib kelgan. Bu o'rinda 664 pushti pomidorning o'sha 664 gibridini albatta chidamliligi, tuproq iqlim sharoitlariga chidamliligini ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Albatta shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, A664 pushti gibridi tuproq iqlim sharoitlarida obdon sinalgan, O'zbekiston hududida ko'p mintaqalarda ekib ko'rilgan. Bundan tashqari uni o'sha chidamliligi, ya'ni ildiz sistemasining kuchliligi, issiqda ham gullarni yaxshi ushlab qolishi, bundan tashqari mevani mana ko'rib turibsiz, sifatini, juda ham rangi bozorbop, o'sha bozor yaxshi ko'radigan rangda, ham hosillari juda ham qattiq, transportabilik xususiyati juda ham yuqori. Bu o'rinda mana ko'rib turganingizdek, shonalarida eng kamida 6 ta 7 tadan hosili bor. Shu gullarni yaxshi ushlab qolgan. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, albatta shu o'rinda bu gibridni ekishingizni tavsiya qilib qolamiz. Ko'rib turganingizdek, eng yaxshi natijalar faqatgina mana shu yuqori sifatli urug'lar bilan amalga oshiriladi. Alfa Agro jamoasi sizga eng yuqori sifatli sinalgan urug'larni taqdim etishda davom etadi.